Muşu Dilkan'ınki muşu yupinini 9 moğu bədik dostlar. 4 yıllık yupin. 100 bin qismdan çıqıraq kino var desem net canlı muşunu abırıp cəlləşdirib ekranğa selib tunutanmay biz ko'rinmadik. İçide hech nima yo'q ekan deb qolganlar nurg'un dostlar. Men hozir birdan qanday qachilaymiz. Shuni hammani sizlarga so'zlab chiqib berma. Bir tal yurak bersa pinlinchiga ağın dostlar ben aldayım deb yezib o'tinglar. Undan boshqa 50 ağinimizga 50 do'stimizga haqsiz bakaq sepirmez. 8 raqamini kim eng jiq yo'llasa bir tal yurak besib meni g'anjo qilsa, shu do'stimizdan 50 ni tanlab do'stlarimizga haqsiz bakaq sepirmiz dostlar. Ehtiyojingiz bo'lib qolsa diqqatlamagan do'stlar, men qanday qachilaymiz, qanday chiqiramiz shu so'zlab beraman do'stlar. Anda bo'lib qolsa diqqatlamagan do'stlar. Ma'vo do'stlar, 4 yillik yupin 9 mo kirani to'laysizlar, meni sizlarga haqsiz beraman. Uyanliga aprisizlar. Appag'andan keyin menga o'xshash Android ekran bo'lib qolsa, u yanında Android DNC bo'lib qolsa, mushunga solisizlar. Seleb ichida bir tal app bor. Kino yo'q, naqsh yo'q, itot yo'q, ichida hech nima yo'q, faqat bir tal app bor. Shuni DNCga olib enron qilamiz. DNCga enron qilgandan keyin ichiga chirimiz butunlay kino haqsiz bakag'i chiqadi degan gap. Buning ichida nurg'ilgan kino bor. U yanında chuqur torba bo'lish kerak. Android ekran bo'lish kerak. Undan keyin ichiga qachilsanglar, torba sharoitda haqsiz ko'ra olasizlar. Endi men kelsak mana mani ko'rib pasanglar bo'ladi. Mana to'yinchi do'stlar, to'yinchi. Sizlar biz Jo'lenxonning bolalar bilamiz, kichigimizda dadigi kino kelibdi desa, kech uxlamay berib ko'radigan narsa. Bu to'yinchiga mo qachilgani bo'ladi. Mana shu Dilkan degan app shu. Mushunchilik bir narsa qo'llab chiqayotgan narsa, sizlarning ashunda yo'g'on denshini zat nima chiqmaydi. Shu qilinmaysizlar. İçiga apırıp bu gençliği çetipla, bu içinde hech nima yo'q ekan deb turib parsizlar. Bu hech nima yo'q narsani do'yinni sizga setib, bu 4 yillik yupinni sizga ziyniga berib, bu pul topilmaydi. İchida bor mana bu Dilkanniki app'sini qachilaymiz. Bassaq mana Dilkan deb ochiladi. Ochilgandan keyin ichida butun kino haqsiz bor. 9 mo'ga olasizlar. 50 avlod bo'lib qolsanglar, 50 avlodning hammaga sizlar qachilab bo'lib, u yangiga qo'shnilaringizga beringlar. Hammasi sizlar to'lagan 9 mo'ning shu kuchidan butun shu qavm qarindosh qo'shqilib hammasi bakaq ko'rib bo'lamdi yo'qmi? E'lon asliga qaradi bor. Men qachilab bo'lgandan keyin butun kino bor degan gap mana. Mayli Amerikanikini ko'ramsiz, mayli davlatimiz Koreya, Hindiston, erkak muhabbet, karton film, fantaziya butun kinoni ko'rsangiz, mana bakaq chiqadi degan gap. Buningdan yaxshi bir mana, buningdan yaxshi tushuntirib satqilib bo'lmaydi do'stlar. Fakat bilinmesanglar, meni g'anjo qilib olib, yurak besib, men chiqaraman deb danglar, men birdan mulozimat qilaman. Yoki bo'lmasa, aslida siz Malagayaning eng asl sol tarafida ko'fu, ya'ni mulozimat deb bana xit bor. Ashuni besib, 50 qizlar sizlar uchun haqsiz mulozimat qiladi. Men chiqaramadim xinayam deb Uyg'urchalar xit yozsizlar, birdan ayani besang deb ko'rsatib qo'ydi. Butun kino haqsiz chiqadi degan gap. Bu bir tallam elib olasizlar, bir tal olma tilpinda, bir tal Android tilpinda, bir tal DNC'da, bir tal kompüterda, yana bir tal to'yinchida, yana bir tal mashinangizniki o'sha do'xonasi sal ilg'arroq bo'lib qolsa, shunga qachilab ko'rsangiz bo'laverdi. Ilantrash endi elda chiqmaydi, unga avrlab qachilaman. Mana mayli DNC'ni ko'ramsizlar. Shu bir 9 mo'ning kuchidan bo'larqa ishchiman mana. Mayli DNC'ni ko'ramsizlar, mayli to'yinchida, mayli kompüterda hammani ko'rsanglar bo'ladi. Bir tal alasizlar, butun qavm qarindosh ko'rsanglar bo'ladi. Mani qachilab bo'lib ishidagi Dilkanning app'sini yuvib, resim qachilamsiz, kino qachilamsiz, nima qachilab ishlatsangiz, u bo'laverdi. Ehtiyojingiz bo'lib qolsa, asli serqavga 9 mo'g es qo'ydim. Yurak bes taqib qo'yinglar, film sal uzunroq. Do'stlaringlar cho'qib foydalanmasin do'stlar. Anda bo'lib qolsa, faqat bilan mesela meni g'anjo qilib, ayrim gap qilsangiz bo'ladi. 8 raqamni jalliq yo'llab bir tal yurak bes meni g'anjo qilasizlar. 50 og'inimizga bakaga haqsiz sepirma. Ehtiyojingiz bo'lib qolsa, unda bo'lsa, vay ko'rishdik.